Qorasuvdagi obyektimizni xudo xolasa bitdi. Hovlilari. Bu obyektimizda qilingan ishlarni aytib o'tib ketaman. Hozir foydali ma'lumot 1. Ko'ringlar. Xo'p, pollarimizga archa stilda kafil, Xitoy kafil ishlatilgan. Juda ham chiroyli chiqqan obyektimiz. Xo'p, bitta foydali ma'lumotlardan bittasi, mana bunaqa lato qilib ketsanglar, xudo xolasa 4 sm qo'l bemalol kiradi, tozalasa bo'ladi. Ya'ni qo'ldan suv sepib, yuvilganda, mashinalar yuvilganda, o'shani suvi kelayotganda mana bunaqa gazonga kirib, loy bo'lib ketmasligi uchun mana shunaqa latok qilib ketilgan. Latokni yana qulay tarafi, yaxshi tarafi bu latokni qilganingizda, ya'ni mana bu yerga reshotka qilishga to'g'ri keladi. 10 santimetrlik latoklar qilinadi. U reshotkani ham 1 metr palon pulga aylanadi. O'sha narsadan ham klientimizga yaxshi bo'lsin deb shunaqa ideya qilib berganmiz. Ham chiroyli, ham sifatli. Yana bitta narsa, rim kolonnalari. Har bitta rim kolonnalari hozir naturalniy travertin toshdan qilinadigan bo'lsa, bitta donasi $400-450 bitadi. Hozir bizda bunaqa kolonnalarimizdan 4 ta bor. Buni bitishi, ya'ni buni betondan quydirib, xuddi shu shaklda berib turib, ustiga jiddiy travertin qilib berish, bitishi $100 ga bitgan. $400 bilan $100 farqi. 4 ta kolonnada qancha farq borligini o'zingizlar hisob-kitob qilaverasizlar. Lekin vid taraflama naturalniy travertin toshdan qilingani bilan почти birga-bir. Ya'ni bu joyimizga bir abrazes juda ham ko'p qildik. Hozir mana shu abrazesimiz ham vashshe ajoyib chiqdi. Yaltillab turibdi. Bemalol karchirlab yursa bo'ladi.